Programmamızın tacirliğini ağan Abdunum rayonimiz tağam kuruluşları sahasındaki dağınlık karxana Şinjan Özçin Yemek İçmek Teraqqiyat Çekiliş şirketiga. Programmamızın alaydı qollagan tabii sübetlik mediya mayları bilen xalqqa tonulgan Şinjan Mediya Yezgilik Teraqqiyat Çekiliş şirketiga. Programmamızın alaydı talep qilgan rayonimizdagi ko'zga ko'ringan cho'ng karxana Şinjan Qashqar Bahori Oshliq yog' Çekiliş şirketiga alaydı rahmat aytamiz. Salam ko'rmanlar. Junxo taom madaniyatini yanama beyitish, yemek-içmek kasbkorlarining texnik saviyasini yanama o'stirish. Shundaqla yemek-içmeklarning tam, ozuqlik qiymati va bozor istiqbolini yanama bir baldaq yuqori ko'tarish maqsadida uyushtirilgan Özçin Altın Çümüş programmasini ko'rishni qarshi olamiz. Men riyosatchi Jushqun Juma. Aldı bilen programmamızın tacirliğini ağan Abdunum rayonimiz tağam kuruluşları sahasındaki dağınlık karxana Şinjan Özçin Yemek İçmek Teraqqiyat Çekiliş şirketiga. Programmamızın alaydı qollagan tabii sübetlik mediya mayları bilen xalqqa tonulgan Şinjan Mediya Yezgilik Teraqqiyat Çekiliş şirketiga. Programmamızın alaydı talep qilgan rayonimizdagi ko'zga ko'ringan cho'ng karxana Şinjan Qashqar Bahori Oshliq yog' Çekiliş şirketiga alaydı rahmat aytamiz. Bulardan başka yana programmamız bilen alaydı hemkarlaşkan isil içişlik nimmet kahvelerge ve nefis, güzel, canan çiniqaçıları, şundaqla varis kiyimçiligiga alaydı rahmat aytamiz. Xo'sh, hurmatli ko'rmanlar. Programmamızga 6 ayda her bir sanda 3 nefer aşpazdan jami 72 nefer aşpaz maharat ko'rsatishga qatnashadi. 72 aşpazdan baholovchilar gruppasi qo'ygan 33 nomerga asosan 3 nefer aşpaz, yani birinci derecelik, ikinci derecelik ve üçüncü derecelik aşpaz ayrılıp tanınıp kattı mukafotlar bilen mukafotlanadi. Birinci dereceye erişken aşpaz ustamni Şinjan Özçin Yemek İçmek Teraqqiyat Çekiliş şirketi Isil Abnomobil bilen mukafotlaydi. İkinci dereceye erişken aşpaz ustamni Şinjan Mediya Yezgilik Teraqqiyat Çekiliş şirketi Isil Dalım motosikleti bilen mukafotlaydi. Üçüncü dereceye erişken aşpaz ustamni Şinjan Qashqar Bahori Oshliq yog' Çekiliş şirketi yuqori iqtidorliq yan telefon bilen mukafotlaydi. Program grupumuzdaki 5 nefer bağlıqçı ustaz her bir aşpazning etken tamaqini ta'mi, ozuqlik qiymati, rangi va tizilishi, shundaqla bozor istiqboli bo'yicha baholab nomer qo'ydi. Yuqori nomer 10 nomer, tovan nomer 8 nomer. Mushu o'ttirchi nomerga asosan har bir sonda 3 nefer aşpazga nomer qo'yilib chiqiladi. Unda bo'lsa, qimmatlik vaqtini chiqarib, bugungi programmamizni qadam tashlab etgan baholuvchi ustozlarni tanishtirib o'tay. Jungoning danglik aşpaz sharpiga erishguchi, aşpaz peshvosi, birinchi darajalik taom baholuvchi Yunus Hamdulla muallim. Qarshilamiz. Jungoning danglik aşpaz sharpiga erishguchi, Abdunum rayonlik aşpazlar jamiyatining muavin boshlig'i, birinchi darajalik taom baholuvchi, eng go'zal aşpaz nomiga erishguchi Tursun Qosim muallim. Qarshilamiz. Şinjan Qizlar Maktabining aşpazlik kasbiy o'qituvchisi, oliy aşpaz Erkin Abdukarim muallim. Qarshilamiz. Özgül markasının barpochisi, Şinjan Özgül Yemeklik Teraqqiyat Çekiliş şirketining qurg'uvchisi Mehray xonim. Qarshilamiz. Şinjan Bayzat taom sariyining direktori Yasinjon efendi. Qarshilamiz. Xo'sh, hurmatli ko'rmanlar. Mana mening o'ng sol yanimda, shunaqli keynimda tamoq etadigan 3 o'rin turibdi. Hozir 3 nefer aşpazni sahnimizga taklif etamiz. Bular bir vaqtda tamoq etishga boshlaydi. Tamoq etadigan qurushlarni, lozimatlarni oldin tayyorlab oldik. Vaqt e'tibori bo'yicha. Chiqqandan keyin biz qisqacha ahvollashgandan keyin biroqla tamoq etishga tush qiladi. Tamoq etish jarayonlari suratga olingandan keyin qaysi mahirning tamoqi baldirib chiqqan bo'lsa, tamoqninki sovib qolmasligi uchun bog'lovchi ustamlarga yetkaziladi. Xo'sh, unda bo'lsa, bugun maydonimizga yetib kelgan birinchi nomerlik aşpazni sahnimizga taklif etamiz. Marhamat. Xush kelibsiz. Qarshilamiz. O'zingiz ismingiz kim bo'ldi? İsmim Azmat. Qayoqdan kelyapsiz? Turpandan geldim. Turpandan keldingiz. Bugun nima tamoqni yeb keldingiz? Bugün de yapılan tamamım olsa Turpandaki keskenlerman. Keskenlerman. Kök burçak etken keskenlerman. Kök burçak. Bu jangdolarman xili mashhur bu, ha? To'g'ri. Burçak jangdo bilan qovurilgan langman. To'g'ri. Buni cho'pim olaydimi? Cho'pim olaydi. Langman bizning asos iste'molimiz. Buni hamma ko'rmanlar qiziq deb o'ylayman. Qancha uzun bo'ldi oshpazlik qilayotgani? Menga 2013 dan boshlab. 2013 dan boshlab. 10 yil bo'lib qoldi. Mahoratim pishib qoldi unda bo'lsa. Qoldi. Qani, unda bo'lsa, sizni shu o'ttir maydonda kutib turamiz. Ma'qul.
Xo'sh, unda bo'lsa, 2-numurluq oshpazni sahnimizga taklif etamiz. Marhamat. Barcha ustozlarga o'tliq salom. Hamma o'zim G'uzurdan keldim. Rahmat. Xush kelibsiz, Husaynjon. Qarshi olamiz. Rahmat. Qancha uzun bo'ldi oshpazlik qilyotgani? Menga 30 yil deyishib qoldi. 30 yil. Va, tug'ilibla shug'ullangandeklar. Unda bo'lsa sizmi xeli pishqan hunarvan usta ekansiz. Bugun nima tamoq yeb keldingiz? O'zim Petermant deb keldim. Petermantda. Petermantda. Tamoqimiz o'zing payzavadek turdi. Rahmat. Bu hamda Jungo xalqiniki asosiyatdan ko'proq yeyilgan tamog'i. To'g'ri. Shinjongda bekerak yeyildi bu. Unda buni qo'yib Tugib tamoqlar ichida Petermantlar ham bizning asosiy iste'molimiz-ku. Shunday. Mayli yoshlar, cho'nglar bo'lsin. Shunday. Bir o'zguchilik bordek turdi bugungi Petermantda. Xo'sh, bugun o'xshaydigan turdi bu Petermantingizmi? Qani, unda bo'lsa sizni shu o'ng tarafdagi maydonda kutamiz. Rahmat. Xo'sh, unda bo'lsa 3-numurluq oshpazni sahnimizga taklif etamiz. Marhamat. Hoş geldiniz. Teşekkür Teşekkür. ustozlar. Arzugul. Ha. Qayoqdan kelyapsiz? Ben Bagan'dan geldim. Ürümçi Bagan'dan Ha. kelyapsiz. Necha uzun bo'ldi oshpazlik qilyotgani? 10 yıl oldu. 10 yil bo'ldi. Ha. Shundaq o'zingizmi yarashqandek turdi bu kasbingizga. Rahmat. Xo'sh, bugun nima tamoq yeb keldingiz ekan? Bugün muş işkir yükleyenlik ki şu goço mişen dap koydu hem de. Go'cho mishan. Ha. Bu o'zgacha bir tamoq bo'lsa kerak. Ha ama şu hanım kızlarga mı şu yaşları bek maske gelin. Ayollar, xonim qizlar beklar yotirib yeydidan. Ha. Bo'ylaqi mifin turdiki tamoq Ha, o'xshamadi. kuruş unduk tabi tamak. Bunimi xurishlari xili alaydimi qandaq? Kuruşlar alaydı. Bunun tarihi var tamakımız mı? Unda bo'lsa sizni o'ng tarafdagi maydonda tamoq yeyishga taklif etamiz qani. Marhamat.来，同学们，我们今天的考试内容是怎么做辣子鸡、椒麻鸡，还有红烧肉。考试结束。白毛毛、西蒙满分，那我呢？你不及格。为什么？味子轻的椒麻鸡、辣子鸡还有红烧肉的配料又好吃又美味，需要你的配方吗？ Akini oturunglar balalarım. Şimdi kaçlarının tuz boğuç kep kaldыңlar o soğudluklar tügüdü mü? Hozir tugidi apa, hozir tugidi. Nimda chiroyli tuzib oldingiz apa? Qarama Xristoning chiroyligiga. Oy, megalar oltimi nima buniki. Apa, qayerda oldingiz buni? Şinjan Canan şirketinin yeniden import qilib bozorga salgan kristal yurishligiga. Pek chiroyli ha? Ha, undaqda men opamga deb bu qitimliq yangi uyimizga mush Janonning kristallaridan olsak bo'ladi ekan. Oy, naq mushu bo'ldi juma mushu. Hatırcam bulan kızım. Kudam bilan ikkimizcha sizlarning yangi uyinglarga bir yurish setib oldik. Voy, o'zamning opisi, o'zamning opisi. O'ydimi Janon? Yenimdimi Janondan apa? Yedi gap tartışmaya başladım. Hani kızım meyvelerden ağaç oturun. Moşu meyvelerden obdini banan, çini kaçılardan obdini canan gelmez mi? O'yganmisan, Janon? Xotinning oldida bo'lsan, yomon deb chiqar. Xo'sh, unda bo'lsa ustamlar hozir xurishlarni, yetarlik materiallarni tayyor qilib qo'yibdi. Oldi bilan 1-numurluq oshpaz Azmatjon bilan bir o'rtoqlashib boqaylik. Ha, qozonga yog'ni qo'yishni boshlaldingiz Azmatjon. Başladın Hüsnü aka. Ha, Madiya maylarni qo'yishimdan. To'g'ri. Lag'man dedik, ha? Lag'man dedik, ha. Jangdo lag'mini. To'g'ri, ko'k purchoq jandolar buni. Turpan aka yerlik jando, yerlik ko'k purchoq. Buni go'sht, Go'sht. pomidor, palak, laza, piyoz, To'g'ri. macho, matishlar. Bu tutqlar bo'lsa tuz. Anaqin azroq vijing, keyin o'zimiz ayrim tanishib olganimda xurishimiz bo'lmaydi, lag'man qo'shilgan. Ma cho'pga ko'zim chiqib qoldi. Mavjudimiz bo'lsa, bu üzümü burmaqda yo'g'rilgan. Üzümü yo'qirma. Ha, üzümü yo'g'rilgan, yo'g'rilgan. Kameramiz. Ma bo'lsa oqunaqunda. Yo'g'rilgan keskin cho'p. Ama bo'lsa bodayonda yo'g'rilgan keskin cho'p. 3 xil. Degan ham o'qitishingizga bog'liqda. Ma'qul, ma'qul. Unda tayyor tursangiz, Ma'qul. ayli biraqla komanda berman. Biz biraqla ishga kirishimiz. Bo'ldi. 2-numurluq oshpaz Husaynjon. Qanday tayyorlik qilyaptimda? Tutib qoldi juma. Turishlar. Ozg'i naslar. Bizning asosiyatdan mushu Qashqar bari mushu markalik unda etilgan tamoq. Uningdan qasmish qo'y go'shti, Qo'y go'shti. yerlik piyoz, tuz mushu
Petermanta, ha? Petermanta. Ana yerlik çıkıdı bu. Ha. Birden bir hamda Bunu hamsa başka bek eşemderem ketmeydi kendi, ha? Asaslı tabii kuruşlar bilen. Tabii kuruş bilen çıkıdı. Ha. Hem xemiri muhim go bunun. Xemiri Xemiringizni muhim. qanday jaylab oldingiz mı? Mana hamda jugurman mana. Hozir juguramsiz? Mana unni açmakçı mana. Ulguramdi va? Ulgurdi. Bo'ldi, unda bo'lsa, tayyorligingizni qilavering. Rahmat. Biz jumurliq oshpaz bilan bir o'rtoqlashgandan keyin Bo'ldi. bir ahli komanda berma. Orzugul. Sizning ranglarga qurishtiringiz. Ha. Qazaningizmi? Mana ko'ringizmi, mana sho'rpingiz boshqacha turdi. Mishan dedik, ha? Abiya bitta ko'chirashga ulgurmay qoldim. Endi to'xtalaylik, bu mishan degan qayoqdan kirgan tomoq bu? Mushu Yunnan o'lkasidan kelgan. Yunnan o'lkasidan. Ha. Qaysi turlik tomoq tava bo'ladi? Bu ochiq chuchuk turgi tava. Ochiq chuchuk tomoqlarning turgi tava ekan bu. Izchil etib kelyapsiz buni? Izchil mush kasb bilan shug'ullanaman. Mushamisiz silindigan tet qulama? Ha, mushammi silindi. Mau Mushu dardamanni oldi bilan mush dardamanlarni so'qib tayyorlab olamiz. Anandikin mushtarlarni hammasi mush qo'rim holatda shakllantirib olamiz uchun. Eng muhimi mush material. Mush qo'rib olgandan keyin anandan keyin bu haqiqiy go'cho mishanning ta'mi ko'cho mishan. shu chog'da chiqadi. Bu singishlik bo'ladi ekanda, unda qo'si bu. Sizlarning o'riqlashdan bilsa ham bo'ldi. Ham sezgisini qandirdigan, ha? Bir yaxshi bozorlik tomoq bo'lsa kerak bu. Qani endi bugun tutkizgandan keyin ustamlar bog'lovchilarningki tetish bilan bizga ayon bo'ladi bu. Tayyorliklaringiz bitib qoldi. Tayyorliklar bitib qoldi. Bo'ldi. Unda bo'lsa sizga omad tilayman. Xo'sh, hurmatli ko'rmanlar. Unda bo'lsa, bugun maydonga taklif qilingan 3 nafar oshpazningki asos tayyorliklari tayyor bo'libdi. Ya'ni mushu men komanda bergandan boshlab yarim soatgacha vaqt beriladi. Yarim soat ichida o'zi o'tirib qo'ygan tilg'agan shu tomoqlarni tayyor qilib pishirish kerak. Qaysi mahirninki tomoqi baldur pishsa, shuni baholovchi ustalar tetib numar qo'yishga boshlaydi. Chunki tomoqlarniki sovib qolmasligi uchun. Unda bo'lsa, hozir rasmiy boshlaymiz. Men boshlandi degandan boshlab 3 mahir tangli qo'l so'zi bo'ladi. Qani unda bo'lsa, baholovchi ustalarniki birlikda nazoratchi qilish bilan biz musobaqamizni rasmiy boshlaymiz. Tomoq tutib chiqsanglar bo'ladi. Sifatlik ham eşya, inchiki pishiqlab ishlash, yaxshi sifatlik mahsulot, a'lo mulozimat, yanada Qashqar bahori oshliq maylarida. Xo'sh, hurmatli ko'rmanlar, bugun senimiz yetgan 3 oshpazning aytayotgan tamig'i jangdo, purchoq, langmini, petermanta ham mishat. Hemen hozir birinchi numurliq oshpaz Azimatninki langmini tayyor bo'lib qolgandek turdi. Unda bo'lsa, baholovchi ustozlarniki tetib pishirishga sunamiz. Qani, Azimatjon tayyor bo'ldi mana shuna qilib. Hozir 5 qachiq ustungiz tayyor qilsangiz, bizning baholovchi ustozlarimiz bir tetib ko'rib qandaq o'xshidi buniga bir baho bersin.
Xo'sh, bağlıqçı ustozlar, undaq bo'lsa, birinchi numurliq oshpaz Azmatjonninki burchaq lag'mini tetib ko'rdinglar. Qani undaq bo'lsa, oldi bilan Yunus Hamdullah ustozninki fikrini anglab baqaylik. Bugungi mau birinchi numurliq Mahirning burchaq lag'mini qurishlarni to'g'rilashi tekcha emas, uzun qisqa keng tar degandek. Bunda qo'yib qolsa, bizningki bu tomoqlar qo'ydigan shartimiz rangi, shakli, purig'i, ta'mi, oziqlik quvvati, sifati degan qo'rcha. Qochqurchilarning moslashishi degandek talablarimiz bor. Shunga qaraganda bu to'g'rilicha tekshirmagandan keyin tomoqning sifatiga ma'lum darajada ta'sir etadi. Shuning uchun men bu jihatlardan bir numar tatib 9 numar berdim. 9 numar. Yunus muallim 9 numar qo'yibdi. Rahmat, rahmat. Tuzu sel kem. Lag'manninki tuzu sel tetib kelmasa, biz ma xamirga mi qo'ygan bilanmi bu lag'man bilan ilashtirib yeydigan taom bo'lgandan keyin buning toza nimasi chiqmay qoladi. Shuningga men 8.17 numar berdim. Tursun muallim 8.17 numar berdi. Rahmat. Qani. Erkin muallim. Ma birinchi numurliq Mahirimizniki tamoqning rangi ma'qulda sayninki. Ko'rinishmi ma'qulda to'g'rash kelganchaqda bek diqqatga to'g'rash yüzde oshpazning 180% numarini tatib qoldi. Shunga to'g'rash jihatlardan diqqat qilsin. Men birinchi numurliq Mahirga 8.5 numar berdim. Erkin muallim 8.10'dan 5 numar beribdi. Rahmat. Mehray xonim qanday baho berdi ekan? Lag'manninki rangi herhalde yaxshi chiqibdi-ku, endi lag'man bundan ortiq chiqmaydi deb o'ylayman. Purchaq lag'mani bu turpaning an'anaviy tamoq bo'lishi mumkin. Burundan apalarimiz itib ko'ndirib ketgan shakl jihatdan mushtaq ko'ndirib ketgan bo'lishi mumkin-ku turpa xalqini. Menimcha bu purchaq lag'mani azroq o'zgartib baqsaq. Bu qanday deganda purchaq ishlatimiz emasmi? Purchaq ushaq bo'lgandan keyin bo'lsa saynimi jangdon uzun, unda qisqa, bunda to'g'rimay, sal qisqa to'g'rab, piyozni ushaq chaqmoq to'g'rab mush purchaqqa moslashtirsak demakchi barliq saylarni. Chunki purchaq lag'man. Shunga hamma say go'shtdan tatib saygacha simetrikligi hamma say. Asimetriklik moslashtirib, purchaq moslashtirib to'g'risak, mushcha diqqat qilsak, manda azroq o'zgarib chiqib baqsaqchu, texim bek turpaning an'anaviy tamog'ini texim bek julalandira olamiz deb qarayman. Men 9 numar berdim. Mehray xonim 9 numar berdi. Birinchi numurliq oshpaz Azmatga. Xo'sh, unda bo'lsa, Bayzat taomlarining direktori Yasinjon apandining fikrini olib baqaylik. Bugun shu oltin cho'mish oshpazlar mahorat ko'rsatish sahnasida birinchi numurliq ayrimiz Azmat ustam. Bizga turpanniki an'anaviy tamoq bo'lgan purchaq lag'manni qilib ekibdi. Endi men bu Azmat ustamga beradigan bahorim bo'lsa 8.5 numar. Xo'sh, unda bo'lsa, birinchi numurliq oshpaz Azmatjonninki o'ttirchi erishgan numari 8.72 numar bo'ldi. Muborak bo'lsin. Balkim Azmatjon sal jiddiylashgan bo'lishi mumkin. Bizningki bağlıq ustalarımızmı nəhayət yuqori səviyyelik bahalıqçılar bo'lg'achqa, balkim nəhayət kasbiy holatda baho berayotgan bo'lishi mumkin. Sifatlik xam eşya, inchiki pishiqlab ishlash, yaxshi sifatlik mahsulot, a'lo mulozimat, yanıla Qashqar bahoriy oshliq maylarida. Xo'sh, undaq bo'lsa, Husaynjonning mantısı tayyor bo'lgandek turdi. Naq ulgadimi qandaq? Sovib qolmagandi? Ma ustozlarninki kovisi nihoyatda sezgur, qani. Husaynjon shunaqda hozir mantı pishdi. Pishdi. Buningki hamda ma u chingben deymiz. Hamisha tanarxini
Qandaroq mo'ljallashga bo'ladi? Buni 1 so'mlikdan 2 so'mgacha shu araliqda chiqadi bu. 2 so'm araliqda. 2 so'm araliqda. 1 so'm 50dan 2 so'm aralig'ida. Masalan, buni oshxonga chiqadi. Oshxonada setilishi 2,5 kun. 2,5 kun bo'lsa, sizning mo'ljallingiz 2,5 kun bo'lsa. Xo'sh, qani, baholg'uvchilar tetib ko'rgandan keyin qandaq baho berdi biz bir anglab boqaylik. 2 numaralık Mahir'nin etken bitirmancısının tügüleceğime buldu. Ciletden kalın hepsine hem tekçi mantının babma bitirmantının çişlep bakıca tekçige şöhreti bir suyu şörüp sıkış gerekti. Kıyımın çöptüge bakta su verilmeyen yaki azıp kalın. Sal quruqaq demakchi. Shuning uchun men bu marqa 8.5. 8.5 numar. Yunus muallim, ikkinchi numurliq oshpaz Yusanjon 8.5 numar berdi. Qani. Tursun muallim. Peter Mantüler masamız bezmin xemirini alaycı buluş gerek, ben çın buluş gerek. Şu mayak kösek ayağını körünüş gerek. Bugün ben mantayı birden Türk-Ağanlık'tan azırak şamanlımısıdın kurgak körüngen bilen hem de o mantının çiliti de çok mesele yok. Lakin güçümüz bir cüplaşta abetim tuzunun temlini ismalım dep öttü. Cüplaşta yakşamaz. Hem de bu belki orun almaşkan dikin çokum adarak temtireşle nem kılışı mümkün. Doğru. Şunun dumu ben Yusuf Can'a 9.5 numara verdim. Rahmat. Tursun muallim 9.5 numar qo'yibdi. Rahmat. Qani, Erkin muallim. İkinci numaralık Mahirimiz Petermant qıptı Hüseyincan. Xemir yaxşı yoğruluptu. Cilitmi naat tekşi içilipti. İkincisi təmimi yaxşılıken mava aşpazlıkta Yunuskam dep ötdi. Qarmış, akmış detmə qıptı. Ya akmış saldın mı sanmadın Hüseyincan? Tabii tuzlan qıpsa. Naqmaydan biz apırıp verimiz onunca. Aşını özü halisa çeçip yaydı. İsmal tuzuna ihtiyacı qalsa. Hem de qarmışın tarkibi ıssiq bo'lgandan keyin doriga qetish bo'lmaydi buni. Tabiiy tuz bilan chiqargan nima? Hem de qarmış akmış sanmadım şuna ama. Sanmadım ya. Şuna tetip çıkarsam qarmış akmış bilinmedi bana. Faqat tuz bilan qilgan nima bu? Üçüncüsü təmi yaxşı oldu. Lekin bir yetersizliğin göç, yen göçke. Bugün qarğanca göçsün sel azraq bir saat birinci uyqıl azraq 20 tonta torgamasa ama göç bir-birisine ulanışamaydı. Yen göç oğa torgaqtı bir-birisine jipçi payda olup, çapış qilib, anında sen suğa vaqtın çoxum yişilmey qilib sel göç kaldak olub qaptı. Qalğan cəhətlərdən soy yox, təbiətlərdənmizdir. Hüseyincan'a 9.15 numar verdim cima. Rahmat. Erkin muallim ham 9.15 numar berdi. Rahmat. İkinci numurluq Mahir Hüseyincan'ın ustamnınki Peter Mantısını tetidik. Biz küçük vaxtlarımız Ava Yunus ustam degende Peter Mantının ağzını çok qısıb yap boğuş şurru dedik. Şurup saqqatda hazır Şinjanın nurğu yerler verib yapaqdım. Bundaq Peter Mant tapmaq bəkdəs. Əmdi bu Hüseyinjandakı məsələ emas. Tamaq çoxum əsli örpatı saxlığa asasda onun qoşumça aşu qarmış axmışlarning badandagi ziyniniz nima qildigan yo'qdigan masalan qitiqlarni qo'shib yeydigan har bir Peter Mant degan xaridorlar uchun qitiq bilan birga odatlarni shakllantirib saldigan xurishlarni to'liq selish kerak deb o'ylayman. Tamlar joyida bo'lmasa odam birga huzur o'xshamaydi. Şu aşçıdan hem de izinip baksak, hem yemek içmek demez mi? Aşı hem tamakını aşı asıl adam en teyze bir untuluğusuz huzur bir halini berpa kılıp onunla enden aşının ki biz en çıkan taraflarga aşına hal kıvıt edilgan mesela kuş bil akasak meningcha yaxshi bo'lib ketdi deb o'ylayman. Hüseyinjon ustamga 9 numar berdim texim tirishing. Rahmat Mehray xonim. Mehray xonim 9 numar berdi. İkinci numaralık Mahirimiz Hüseyinjon ustam. Ben bir so'rab baksam, şu Petermanniki adet tayyorlash, pishish vaqti nechilik vaqt bo'ladi? Shuni bir bilib baqay. Endi mana o'tning ishlik vaqti 8 minut pishadi. 8 minut. Ama da soruşum. Biz endi bizning Bayzatda xaridorlar bo'rg'a avvalda bu tamoqni Petermannini 20 minutdan 25 minut pishadi deb bir askar tutimiz-ku. 20 minutdan 25 minut chunki biz yangidan go'sht to'g'rab, yangidan qilimiz ergiz pishirib avolmaymiz deb mana bir tushuncha beramiz. Shunga men bu tayyorlanish vaqtini bir so'rab oldim. Jilsdan qaraganda ichidagi qiyimiz ko'rinib tursa deb munda bir o'ylayotganman men. Chunki Kavmanta, Petermantlar ichidagi qiyimlar ko'rinib turgan avvalda bu nayt o'xshagan bir Petermant ismi Petermant emasmi? Shunda bo'lgandan keyin ashtaq bir ko'rinib tursa deb o'ylayotganman. Qolgan jihatlarda endi
Bo'ladi. Bugun mening beradigan nomerim bo'lsa 9.1 nomer. Rahmat. Yasincan Efendi 9.1 numar bədi. Xoş, ikinci numurluq aşpəz Hüseyncan'ınki Olcuda bazat yapıb atqan Peter Mantisini bağlıqç ustazlar tetip görgəndiki nəhayət qiymətlilər bilən numurlarını oturup qoydu. Həqiqətən Peter Mantda bizning an'anaviy tamaqlarımızın birisi. Hüseyncan 30 yıllık kəsbkar buluş sütüylən tücüplep ekepti. Bugün belki meydan şaraiti tüpeylidin məlum çəklimlərə uçurğan buluş mümkün. Bağlıqçı ustazlar nəhayət səbirçanlıq bilən, inişkilik bilən bahalarını berib atıdı. Şuna qılıb Hüseyncan 9.12 numara erişdi. Mübarək olsun. Birdem arabalaycı. Charchadingiz mı? Ha? Buningmi amal bor. Qandaq amal? Ne'mat qahvasidan bir nechta olsangiz, bir kun ruhliqdirsiz. Yerib charchaganda bir podnik ne'mat qahvasini ichib olsangiz, arg'inligingizni unutmaysiz. Qahvaning ta'mi shundoq o'zgacha. Ta'mi tilimizda, rohati yurakda qoladi. Charchagandan ne'mat qahvasini o'zingizga hamroh qiling. Ne'mat qahvasi. Xoş, mana hazır 3. numurluq aşpəz Arzugülmü kütüb taqaza olub ketdi deymi, Mişem pişib ketdi deymi. Anda olsa, bağlıqçı ustazlarga 5 qaçıda tayyor qilasiz. Canan çini qaçırlarga süytüpsizdə, çıraylık yaraşdırıb. Çoğunluğu Tötköy ətrafı çıxıdı. Tötköy ətrafı. Hem o məktəbdə asosiyadan oxucuları mas kelgəndən keyin bunu tanıqsız və qiymat götürübəsəkmi oxucular qəbul qılamaydı emasmı? Asosiyadan məktəblər köprək setilğandan keyin. keyin. Bu tez obrodga tushadigan tamoq. Məktəbdə köp setilğan keyin balalarning vaqtini almaydı. Asosiyadan bir mishan 2000 ətrafında çıxıb buldu. Xoş, ustazlar tetib ko'ydi. Ochiq-chuchuk adamning ishtasini qo'zg'adak. Qil undan tetigandek turdi. Qani, Yunus ustam, o'zingiz bir qandaroq tetidi bu endi. Qani ta'mi, bir ozuqlik qimmati, mujihatdan bir bayingizni anglab baqsaq. Bu qarindosh millatlardan qabul qilingan tamoq. İsmi ko'chom yeycan. Bizning moridimi ko'chom yandaydigan bir tamoqimiz bor. Mayada sho'rb turdi. Mayada çöp turdi. Bu çöpni ilib, sho'rb qilib, ondan keyin ichsak, kichik qochining orlig'idagi bir ko'rik paydo bo'ldi. Shuning uchun buni ko'rikdan o'tgan çöp. Bu yaxshi bir izohat bo'ldi, Yunus muallima. Ko'rmanlarimizga yana bir uqum bo'ldi. Bizniki bu. Bugungi bu ko'cham ichinimiz ko'rikdan o'tib qolgan. Ko'rikdan o'tib. Suv cho'milib qolganni. Ko'rikdan. Ishtiqdan. Rahmat. Biz endi ko'rikdan o'tkazim deb jabatat qilsin deb. Ko'rikdan o'tkaziblar. Tayaqib ketdi. Arzgul xonim balki avaro musun deb, biroqla bosqichlarni qisqartgan bo'lish kerak. Shu ko'rik yo'q cho'pgan deb 9 numar berdi. Rahmat. Rahmat Yunus ustoz, nəhayət yaxşı bir savod berdiniz. Yunus muallim 9 numar berdi.
Arzugül'ünki bu abiyatımı dep öttemiş ki o çoğum işlerinin eslisini değil de. Bu şu Kunmin Yunan'ın tamı hem de. Şu yanınki cıkırak istimal kıldı o tamakını. Abiyatım Yunus malum dep ötte hem demisi mi şundak. Bu Malatan'ın husunu ağan tamak okaptı. Malatan'da bazır mağabızınki macunluğun değmez, muşu netiye yerlerde muşu bir evcip gitip vardı yaşlı amırak. Manama temi ço esli bununki abiyatım Yunus malum diyendek çokum bir gavtan ait yukur graduslu bir şorupu buluş gerek. Onunla mişen çıkıdı. Onunla kalan bir neç saldırgan hazırmış Arzugul sağandek bunda kök tat seyle. Anandikin yoyu deniz mahsulatı değmez yani hava kaza malını. İçige şu abiyatım diyendek makacından muş kaynak şorupu salımız. Şu yerde derhal pişişiydi bu. Şuna bu abiyatım diyen koço akacını makacı koço mişen diyene. Bunun temcih ettim ben ıslahat bekip özgerdi mi tam? Şu asas şu şu Malatan'ın husunu akaptı. Esli bu koço mişen ismi özgermeptuyu. Bununki tem macihetteki nimleri sel özgerepti. Bu olsa ya hem de bu mekteplerde hem de hazır Balla abiyatımın dedi Arzugul Hanım mektepte nim kıldığım şeydi o hizmet. Balla hem de hazır istimalçılar kanı yakşı görse şunun yüzülünü atır demek çoğunum. Bunun eslisi abiyatım biz digendek. Bu olsa abiyatım biz kadimi tamaklarını kızışı oğandikin muş yeni eslisini kıysak menin can yakşı buldu dep oylayım hem de teknik. Benim özgüçlüğe geldim. Şunu ben 9'dan bir numara verdim. 9'dan bir numara. Rahmet Tursun Mağalın 9'dan bir numara verdi. Bir şey diyen sizin sorum kilotu da Arzugül. Hazır degendikidek bazağı selip atkandı mı? Muşundaq birleştirgen şekilde selip atamızda yaklaşık iki kaçıga ayrı biz selip atamızda. asosiyatan maktablarda ko'p setilgandan keyin bizga sharoit yer bermaydi. Mush tiptikine mush tamni balla o'quvchilar yaxshi ko'rdi-ku. Amda maktabdagi balalarning vaqti qis, biz balalarning vaqtini olsak bo'lmaydi. Kunligina 100 qat setilgandan keyin biz ishga qachliq bersak, bizga avarchilik balalarning tamoq yeyish vaqti bor emas. Mana mush holatda assak, Bazarning ehtiyoji. Buni bazarning ehtiyoji. Buldu. Xo'sh, qanday bo'lsa, Erkin muallimning fikrini anglab baqaylik. Evet, yaxşı oldu temi. Abiyatin men gapni Yunusga Tursun muallim deb o'tib Bunun hamda meningcha göz salsak, dengiz maqsad salsak bo'lamdi. Buldu buni har xil qiyas shunaqa. Bunun deniz mahsulotlarini salsak o'zguchi bo'ldi ham deb. Men o'tgan bir yegan vaqtimda bir yerga gitsam, shu yuyuni jo'r qilib solib qo'yibdi, to'g'rimi? Yuyun jo'r qilib solib qo'yibdi. Bu siz mana tanarqin tuvaletib suvni qilibsiz. Bu nayt ma'qul qopdi. Yaxshi o'tmanida. Ham yaxshi o'tdi. Shuni men 9 numar verdim. 9 numar. Erkin muallim 9 numar qo'ydi. Rahmat. Qani, Mehray xonim. 3-cü numurluq Mayır Arzugül tamaqınızdan tetib gördük. Əmdə bu mişən bu yaşlar yaxşı görülən taam əmdə şu işkir ölkələrdən kirgan taam. Mən babasam təminat pıraqlıq, təm yaxşı çıxıbdı. Amma bunun çoxum mandaq təm var ya, anda təm buluş kerak deb bunun ölçəm yoxçu. Aşta mala, sualla, aşta çıxsı buludu bu hər xil təmdəl. Pıraq təmcəti yaxşı. Çöpsəl tom. Menimcə mişən bu eliq mişən deb çıxıb durduq. İnçikə görüşçü buluş kerak. Adətən bizim dükkanlarımız burun çıxıb baxqan. Bizim xotandakı dükkanlarımız var mişən qalğan, rayonluq dükkanlarımızda yox. İnçik çöpni işlətdi. Şundaq peyzolcu inçik çöpni işləsə, mana azraq inçik çöp işləsək texim peyzol deb qarayma, izlik etməydi. Mişənin çöpçü qati izilməydi. Əmdə ma uzuq qiymət cəhətdən yuqorluq ustamlarımı baha bədi. Bunu meningcə hər xil qısaq buldu göstərilib. Məsələn, bödün tuxumlarında da xəşiyələnsilib bahasını hər xil bikisək buldu bundan. 10 koyun otobüste hatta 15 koy hatta 20-25 koylargacha bundaqa yeshigan holatda avay Yunus ustam dedi undan buni go'chao qilib turib yapcha anda qilsak 25 koy satsaqmi bemalol 28 koylargacha qabul qildi deb o'ylayman. Ashchatda hamda agar maktabda qig'il bo'lib qolsa ashta qilib baqsangiz bo'ladi. Agar boshqa igrik tiklaydigan yo'lda yoshlar bo'lib qolsa majat izlanib beqibchi bahasini 8 koydan 25 koygacha ashta bekitib har xil qilib buni o'zi qiymat o'xshamaydi hamda ashta bekis bo'ladi deb qaradim menimcha. Yo'q tam yaxshi chiqibdi. Rahmat. Anda numurni şu azaq diqqat qilib kesga deb 9 numur berdim. 9 numur. Ha. Rahmat. Endi bugun ma go'cho mission. Men rasmsam ko'rib olmabdi ekanman tamamni. Shu ashxon sizni necha yil bo'libdi? Bu yerdan bilib oldim endi. Odat 10 ko'y 13 ko'y taraf satamsizlar? Odatda 8 ko'ydan 10 ko'yga sotiladi. Shundaq bo'lsa bo'ladi ekan. Bizniki taom saroylarimizda bo'lib qolsa buni cho'ng'aroq chiqarib, bayatdan Yunus ustim degandek ashu xil bir xil
holatni shakllantiralsak, ichini yana bir taqsidan sho'rpisiga silib, yerdan ip yeyilsak, men aytib bu yaxshi bo'lgan bir bu yerdan deganek yeyishilgan shakllandiganchu bir gavdang me'morlarimizga chiqarsak bo'ldigan bir tamoq ekan bu. Men işte his qildim xayshalardan tortib shu qimmat narsalarni silib, buni oziqlik qiymati yuqori bo'lgan go'shtlarni, har xil go'shtlarni silib chiqarsak, bu nihoyat yaxshi bir tamoq ekan. Bugungi holatiga nomer qo'ydigan ish bo'lganligi uchun men 8.8 nomer qo'ydim. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, unda bo'lsa 3-chi nomerlik oshpaz Arzugulninki o'ttircha erishgan nomeri 8.98 nomer bo'ldi. Muborak bo'lsin. Birinchi darajaga erishgan oshpaz ustamni Xinjiang o'zchin yemak-ichmak taraqqiyot shirkati Esil avtomobil bilan mukofotlaydi. Ikkinchi darajaga erishgan oshpaz ustamni Xinjiang Mediya yezgilik taraqqiyot shirkati Esil Dalim mototsikleti bilan mukofotlaydi. Üçüncü dərəcəyə erişkən aşpaz ustamni Xinjiang Qashqar Bahari açlıq yağ çəkiliş şirkəti yuqori iqtidarlıq yan telefon bilan mukofotlaydi. Xoş, hörmətli görmənlər. Öz üçün tajdorligidagi 6-cümüş proqramımız davam qıladıdı. Bugün mana 1-ci son proqramımız yetib kelgan 3 nəfər aşpazniki özgüç tamaqları bilan tanışıb çıxdıq. Yetekçi ustazlar, bağlıqçı ustazlar özgüç fikirlərini bədi. Qani 3 nəfər ustamni səhnəmizə təklif etimiz. Mərhəmət. Sizlərning astoydillik bilan, o'z kasbingizga bo'lgan sodiqlik bilan bugun mush maydonga kelib, hunaringlarni namoyon qilganlarga program guruhi nomidan chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Natijadan qanday bo'lishi muhim emas. Eng muhimi mush o'zingizlar so'ygan kasbdagi qimmatli emgiginglarni namoyon qilganlar ko'rmanlarimiz uchun bo'lsin, ustozlar uchun bo'lsin, biz uchun nihoyat qimmatli bir ulgu deyishga bo'ladi. Sizlarni shu program guruhidan munavvar asar sharaf guvohnomasi bilan taqdirlaymiz. Bularni tarqatishga Yunus muallim, Tursun muallim va Erkin muallimlarni taklif etamiz. Qani, marhamat. Muborak bo'lsin. Rahmat. Yana shundaqla bu 3 nafar oshpazni programmamizni alohida qo'llagan Mediya yezgilik taraqqiyotchilik shirkati alohida ta'minlagan Mediya Sap zarang ziyig'i, ya'ni 5 litrlik zarang ziyig'i bilan tartiblaymiz. Buni tarqatib berishga Mehray xonim taklif etamiz. Qani, marhamat. Onundan başqa nimmat yurishlik sovg'atlarini ham sizlarga taqdim etamiz. Buni Yasinjon apani tarqatib berishga taklif etamiz. Program oxirida ustamlarning aytgan lazzatli taomlarini chiroyli chinlarga usib, bog'liq ustaga sungan Canan Chiniqachilarga alohida rahmat aytamiz. Shundaqla usiga vaqtimizda bizga shirin sharbat sifatida huzur ato qilgan nimmat qahvalarga alohida rahmat aytamiz. Xoş, hörmətli görmənlər. Yenidən yol qoyulğan Yarqut Mədəniyyət Tarixçilik şirkətinin yürgüzülübatqan özcün altın gümüş proqramımızın birinci sani müşə daxil çaltırıvatıdı. İşini mən bu proqramma rayonimiz yemək-içmək sahəsidəki hər qaysı səplərdə özünün tirişçanlığı bilən töhfə yaratıyotqan aşpaz ustamlarga yaxşı səhnə bo'lib qolğusi. Bahalıqçı ustazlarınki qimmatli təklifləri bilan bizningki taom mədəniyyətimiz texmi julalanıb, rayonimiz taraqqiyotida özünün tegishli julasini namoyon qilgusi. Xoş, ikkinchi son programmada yana qandaq esil ustamlar huzurimizga keladi, qandaq lazzatli taomlar bizning ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Programmamizga davomli diqqatda bo'lgaysizlar.